Assalomu alaykum do'stlar. Yana ish bor. Sizlar uchun har kuni ish chiqaraman deb va'da bergan edim. Mana yana ish chiqaryapman. Moskovskiy oblast, город Podolskiydan, Молочный sklad Danonga odamlar kerak. Uni to oxirigacha ko'ringlar, bir donadan laykni bosinglar. Akalar, opalar, mana ofisimizni ochib oldik. Xudo xolasa sizlarga har kuni zo'r ishlarni chiqarishga harakat qilamiz. Yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi va undan tashqari plus 200 rubl pitaniyasiga beradi. Akalar, opalar, videoni to'g'risigacha ko'ringlar. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin обязательно kommentariyaga o'tib, kommentariy yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariyalarni o'qiyapman. O'tgan safar chiqargan videomga juda ham ko'p сообщение, juda ham поддержка bo'lgan. Rahmat akalar, opalar. Shunday yana dalch поддержка qilasizlar deb o'ylayman. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblast, город Podolskiyda joylashgan Молочный sklad Danonga groshchiklar kerak, komplektovщикlar kerak. Под Moskva dokumenti bilan официальный ish. Erkak kishilarni qabul qiladi. 18 yoshdan to 48 yoshgacha bo'lgan akalarimizni taklif qilamiz. Faqat под Moskva dokumenti bilan. Условиясini полный aytib o'taman. Keyin telefon qilib iltimos условиясini aytib bering, unday qiling, bunday qiling deb so'rab o'tirmanglar. O'zim условиясini полный aytib o'taman. Keyin telefon qilgandan keyin agarki kelamiz desalaring, ofisda adresini tashab beramiz Moskvada. Ofisga kelasizlar, оформить qiladi, оформить qilgandan keyin yotoqxonasiga borib joylashasizlar. Ofisda adresi Moskva metro Молодежныйda joylashgan. Lekin ish o'zi под Moskva dokumenti bilan qabul qiladi. Bu yerda komplektovщикlar zakaz beradi skaner bilan, groshchiklar paletka o'sha tergan zakazlarni taxlaydi. Normasi bor. Groshchikdan aytib o'taman. Normasi 70% normani o'rsalaring 3600 rubl yoziladi. 80% o'rsalaring 3900 rubl, 90% o'rsalaring 4200 rubl, 100% o'rsalaring 4600 rubl smenasiga yoziladi. Odamlar bor, normasidan ham ko'proq odamlar bor. Zavisit ishiga qarab, agarki siz 80% dan bo'lsa 4200 rubldan smenasiga yozilsa, bir oyda 120 ming, 130 ming topasiz. Agarki siz polniy normani olsalaringiz 150 ming rublgacha ham topsangiz bo'ladi. Normadan ko'proq ham olsalaringiz bo'laveradi. Ko'pchiliklar telefon qilib, ob'yom ish chiqaring deb turadi. Ko'pchiliklar telefon qilib, kunlikka ish chiqaring deb turadi. Sizlarning kommentariyalaringizni o'qib, o'shanga qarab ish chiqaramiz. Akalar, opalar, kommentariyni gazini bosinglar, laykni ham gazini bosinglar, shu videoni tanish bilishingizga tarqatinglar. Bekor yurgan akalarimizga tarqatib qo'yinglar. Bundan keyin ham yana ish chiqaramiz, erkak ayollarga ish chiqaramiz, yaxshi ishlardan chiqaramiz. Podдержка qilib tursalaring bo'ldi. Aytib o'tdim условиясini, akalar, opalar, 70% normasi 3600 rubl, 80% normasi 3900 rubl, 90% normasi 4200, 100% 4600. Bir oyda 2 marta oylik beradi. Undan tashqari har hafta avansi bor. Avansdan tashqari yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi va 200 rubl pitaniyasiga har kuni yoziladi. 200 rubl pitaniyaga yozilsa, oyiga deda bir 6000 rubl pitaniyasiga yoziladi. Bu ishingizdan tashqari. Konkretni ishlaydigan akalarimiz, marhamat, ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar. Bizning operatorimiz, rekruterimiz javob qaytaradi sizlarga. Adreslarni tashab beradi. Kelasizlar, оформить qiladi sizlarni. Оформить qilgandan keyin уже yotoqxonasiga borasizlar, joylashasizlar, ertasi kundan ishga chiqasizlar. Akalar, opalar, rahmat videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.